Assalomu alaykum. Anglayotganlar Qashqar Uyg'ur nashriyati 2003-yili 11-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qonliq edir. Avtori Muhammad Osman. 16-bob. Odatdagidan qisqa bir kun. Qo'zg'olonchi qo'shin yakanda turishliq manju qismlarining zarbasiga uchrab, ko'krabatqicha chekinib, muasira rayonlarini qo'ldan berib qo'ydi. Jangda o'lganlar 20 atrofida bo'lib, ziyon ancha cho'ng bo'lmasmi, Qashqardagi 15-Shavvol g'alabasidan keyin qo'shilgan qo'zg'olonchilarning bir qismi qayoqqadir qochib ketgan, yana bir qismi Yingsar qal'asini ko'zlab tikayotgan edi. Urush maydonida otush dehqonlarini asos qilib, Qashqar va Yingsar yezilaridan qo'shilgan 3000 atrofidagi otliq, piyodalar yanada jangovar holatini saqlab turadi. Navbatdagi jang g'alabasi Çin qo'shinlarini shodlantirgan bo'lsa-mu, noma'lum qo'rqinch xushalliqni besib tushadi. Zafar qozongan manju qismlari shaharga yetib kelishdan burun Afridun Vangning farmoni bilan butun aholi yo'lning ikki tarafida tizilib turgan edi. Manju qismlari kelishi bilan toki o'tib bo'lgacha chavak bilan qarshi elindi. Cheriklar yangi shaharga jo'nagandan keyin Afridun Vang ordining akabir ashraflarini agashtirib qabulxonaga kirdi. Uning chiroyida texi bir necha minut ilgari xabar ambal Janjun bilan nimalarnidir deyishib kulishgan chog'dagi xushalliqdan asarmi yo'q edi. Chunki uning qo'zg'olonchi qo'shinning besib kelishidan qo'rqib qo'zg'algan yuragi o'rniga tushmay, hali ham andishlik so'qiyotdi. U sangilgan qapoqlarini turib, birdam turib olgandan keyin "Bugun dushmanni mag'lub qilib, yurtni omon qildik", dedi o'ziga tikilib o'ltirgan amaldorlarga takshi qarab chiqib. To'polonchilarning ko'zdan yo'qolganligi yomon niyatlardan yenib tarqab ketganligimi yoki yo'shurni fursat kutayotganligimi? Bunisi aniq emas. Hozirdan boshlab butun sarkarda sarvozlar qo'l ostidagi lashkarlarni sapraz qilsin. Chiriklar tarqaqlashtirilib, yo'llarga o'rlashtirilsin. Muhim nishon Ko'krabat bilan Kultirim bo'lsin. Bu joylarga lashkarlarning asosli qismi bilan baglarning eng yaramliqlari tayinlansin. Farmon tezdan ijro qilinsin. Afridun Vangning yorligi bilan qilich, nayza, to'pang bilan qurollangan lashkarlar va kaltak cho'moq bilan qurollangan avomdan bo'lib, kuchlik piyoda otliq qo'shin to'plandi. Kultirimga Mihtar Ömer baradigan bo'ldi. Uningga 1000 chirik berildi. Eng muhim ig'izlarning yana birisi bo'lgan Ezitqo'ga Merdavan Sherifbek bilan Mansur Qozi 1000 lashkarni boshlab berishga tayinlandi. Haqiqatda bularning hech qaysining barg'usi yo'q edi. Shunga Ömerbek Kultirimga emas, balki dozoqqa ketayotgandek ilojsizlik ichida mangdi. Sherifbek bilan Mansur Qozi Ezitqo'da mudofiada turdi. Qolgan baglar o'ziga tava qo'shinlarni boshlab, yakanning cho'ng kichik yo'l eg'izlarini saqlashga yurib ketdi. Ömerbekning Kultirim tarafga kelgusi yo'q edi. Xudo deydi u iltijo qilib, "Hamma qudrat o'zingning ilkididir. Omonlik bergaysan." Uning vujudini vahima egilagan bo'lib, qo'zg'olonchilarning soyasini ko'rmay turib, yemak-ichmakdanmi qolgan edi. "Bigim, ma'lum bo'lg'ayki", xabarchi yugurganicha kirib, ma'lumot yetkazdi. "Biz tarafga qarab bir to'p odam kelayotganda qiladi. Chang to'zonning orasida farq etilmadi." Bu xabar Ömerbekka go'yo beshiga gurzi bilan urgandek tuyulib, ko'zlariga qizillik tiqildi. Badanlarini titrak bosdi. Xiyolida xotin bolalari musibatga cho'mib, yoqqa yirtib yig'ilishayotgan ko'rinish paydo bo'lib, texmi vahima bosdi. Uning ko'ngliga pukib qo'yganlari bor edi. "Agar dushman kelib qolg'idek bo'lsa, jinimni saqlab qilishim kerak." U shundoq ruhiy besim ichida yurganda, eshitgan bu xabar xuddi ovdan qochgan toshqandek urkitibdi. Bechora toshqan chatqonlar aralab qachiverib, odamzot yo'q bir dashtga chiqib qoldi. Dashtda necha kun yurdi. Yo'l topolmay gohida sharqqa, gohida g'arbga mang'atdi.
och zarliqdan mag'durdan ketganda oxir bir chig'ir yo'lni topdi-da, müdürüp cho'qirib izitqiga keldi. Ömerbek yetib kelganda yerlik beglarmo qattiq vahimada qolgan edi. Assalomu alaykum. Salomning cho'ngini qildi Ömerbek. Uning chiroyidan qandaqdir shumliqning alomatlari chiqib turadi. "Nerden keldilar?" so'radi Qozibek andishlik talaffuzda. "To'planchi dolanliqlarning ko'pligidan vududini bilgili bo'lmas. Ular qo'mishliqqa tutashgan o'tdek qahri g'azibi bilan bu tarafga kelyotidi. Birodarchilikning yuzini qilib, o'zlarini xabarlantirgili keldim." Ömerbek yetkizgan xabarni anglagan qozi shu kundan boshlab lashkarlardan yiroq turdi. Ömerbekning ko'rganlari To'xtu Manju qo'shoniga qetilish uchun ketayotgan Mo'g'al va Kultur millat fuqarolarining ikkinchi turkumi bo'lib, g'azibi toshqan ayol, qiri yoshlardan tarkib topgan nayza, kaltak cho'moq bilan qurollangan dehqonlar edi. Yo'l harg'inligi yetgan Ömerbek saharning uyqusida yotganda dolanliq qo'zg'alanchi qo'shin birdilla hujum signali yangratdi. Ömerbekning xabari dahshatga paturgan qozi Mansur bilan Merdivan Sherifbek lashkarlardan o'zlarini chetga elib yotgan edi. Tuyuqsiz hujumdan pitirab ketgan boshliqsiz lashkarlar uyqudan o'ndirab turibla nima qilishini bilolmay qechishga boshladi. Boshliqsiz qolsa gar jahon lashkari ozg'ina odamning bo'lur asiri. To'la qo'yga gar bo'lsa bir pasiban, necha bo'ridan topqisidir aman degandek birdamning ichidala necha yuz askarning jasdi oyoqlar ostida paymal bo'ldi. Faqat oz bir qismi qechib yakanga tikibatdi. Dolanliq qo'zg'alonchilarning qahri g'azbini ko'rib jon imoni chiqqan Sherifbek shaharga qarab qochdi. Qozibek bo'lsa orqasidan top besib agashdi. Sherifbek jinini aran qutqizib Afrdun Vangning oyog'iga yiqildi-da, beshiga tushgan qismatdan zarlandi. "Oliylari, to'polonchilar bu tarafga to'pon balosidek bostirib kelyotidi. Ularni to'sish yo'lidagi jangda lashkarlardan nurg'uni o'ldi. Qurollar o'ljiga ketdi. Piqir oliylarga biror xavf yetishidan ansirab, jonni bir yoqqa qayirib qo'yib xabar yetkazgili keldim." Ushtum tut kelgan vahimlik xabardan cho'chigan Afrdun farmon tushirdi. "Orda ulug' ushoqlari hozirlansin." Xuddi ishik tuvida kutib turgandek necha minut ichida orda akabirlarining hammasi unib bo'ldi. "Qani, qaysonlar otlanib to'polonchilarning adibini biralaysizlar? Dushmanning oldin to'sib, yurtni saqlab qolganlar oliy in'om bilan mukofotlandi" deb chaqiriq qildi Afrdun Vang. Yig'ilishda Kashmirlik Ahmad Ali va yana bir qancha hindi, Kashmir, Kabulluqlarmo bor edi. Ular orqa-orqadan "Men baray" deyishib, o'zlarini ma'lum qilishdi. Shundoq qilib, Afrdun o'zlarining odamlari bilan ularni qo'shib, qo'shin tashkilladi. Ular qurollangan parang qurollari Chin qo'shinlaridami yo'q edi. Bu fidoyilarning har qaysisi o'z davlatlarining formasida haybatlik kiyinib kelib, Afrdun Vangdan ijozat so'radi. "Sizlarga utuq tilayman." Afrdun ularni uzitib qo'ydi. Ular otlarini choptirganicha chiqib ketdi. To'xtu Manjuning qo'shinlarimi ilgirlab kelyotdi. Ikki qo'shin tog'archida do'qirishib, bir-biriga ot soldi. Afrdun tarafdan kelganlar ichida Danu Hindi deb bir palvon bor edi. Uning yo'g'on gavdisi bilan qop-qora chiroyi go'yo o't ketgan daraxtga o'xshaydi. U ko'zlarini parqirtib, etini choptirganicha To'xtining oldiga bordi. Etini bo'rondek choptirib kelgan To'xti qurol ishlatmayla uni bir peshva bilan mollaq ottirdi. Ondan keyin etini qaydirib kelib, bir nayza uribla beshini ikki pora qilavatdi. Etishish, chepishish shundoq keskin davom etdiki, To'xtining uduli va ikki yiniga ro'baro bo'lganlarning birsimi saq qolmadi. Uning bir qo'lida qilich, bir qo'lida nayzi bor edi. Zarbi yegan dushmanning badanidan etilib chiqqan qonlar kiyim kechaklarini qip-qizil qilavatdi.
odam o'liklaridan o'tish ta'sga to'xtadi. Qo'zg'olonchilar dushmanga jon tikib hujum qilib, bir qadammi ilgirlatmadi. Atigandan toki kechgacha davomlashgan keskin jangda Do'lon qo'shinlaridan 500 atrofida, dushman tarafdan bo'lsa 1500 dan ortiq odam hayotidan ayrildi. Oxirida dushman tarafning o'lmay qolgan 200 cha odami qochdi. Qo'zg'olonchilar qochqanlarni qo'g'lamasdan o'lganlarning qurollarini yig'ib olishga kirishib, 1300 dan ortiq parang miltiqi va xili ko'p o'q dorilarni g'animat oldi. Jang oxirlashgandan keyin To'xti taraf o'lgan odamlarining jasadlarini tepib dafna qildi. Kichik Axun, Hasan Turk, Tursun, yo'lvoz pansatlarmo yuzlab dushmanni o'ltirib, jangda nusrat qozongan edi. Qo'zg'olonchilar o'z sardorlarining palvonligini ko'rish bilan g'alabaga bo'lgan ishonchi eshib, atki jangga tayyorlik qilishga kirishdi. Yordorlar bexatar joylarga o'rinlashtirildi. Danu Hindining o'limidan xabar topgan Afardun Wang xabar ambal bilan ko'rishib, lashkariy yordam talab qildi. Xabar ambal buningga jiddiy pozitsiya tutib, to'liq qurollangan necha ming otliq piyoda chirikni kechilab jang maydoniga yo'lga soldi. Chiriklarning ko'pligidan oxiri bog'da bo'lsa, beshi cho'llikka ulashdi. Ular tong etishig'ila urush maydoniga yetib keldi. Keskin ilishish yana boshlanib ketdi. Maydonni jasad va dod faryod qopladi. Yoridorlarmo noiti ko'p edi. Qo'zg'olonchilardan 300 cha, dushman tarafdan 1800 atrofida odam chiqim bo'ldi. Oxir Chin qo'shinlari chekinish hiylesini ishlatib, Tayfu zambirak to'pang bilan hujum qildi. Kech kirishi bilan har ikki taraf o'z turalg'ulariga yondi. Dushman tarafning odamlaridan to'lisi o'lib, ozroqlarla Tayfu zambirakning himoyasida tirik qolgan edi. To'xti birodarlari bilan jang maydonini aralab, Kashmirlik Nabining jini texi chiqmaganligini payqadi. Uning bir qo'li mursidilla kesib tashlangan bo'lib, To'xti ko'ribla tonib olgan edi. U o'zining zaifligiga boqmay, qilichini o'ynatib yugurib kelib edi. To'xti Manjo bir zarb bilan yana bir qo'lini mursi bilan qo'shib uzib tashladi. Jang maydonida xartildab yotgan chala o'lik ot, ingrayotgan chet ellik yollanmalarning o'z tillari bo'yicha nimalarnidir so'zlab boysashlari anglanib turadi. Top zambiraklarning tutunlari, odamlarning oyoqlari ostidan ko'tarilgan chang to'zonlar ta'siridan kundagidan baldur qorong'u tushgandek bilinadi. Qo'zg'olonchi qo'shin har qaysisi o'zlarining ozuq tuliklarini chiqarib, qo'rsoq astarlashga kirishdi. Qorong'u tushganda atrofga qarovullarni qo'yib, choponlarni beshiga qo'yib uyquga ketishdi. Bir kunlik keskin jangda org'inlik yetginiga qaramay, uyqusi qochgan To'xti yigitlarni aralab yurib, kichik Axun bilan Hasan Turkni topdi. "Birodarlar", dedi u sabdoshlariga maslahat silib, "bugun jangga otlanganimizga 10 necha kun bo'ldi. Nurg'un qarindoshlardan ayrildik. Yana nurg'un kishilar sepimizga qo'shildi. Ishitilgan xabarda Valixon To'ra Qashqar, Yingsar atrofidagi yeza kentlardan va tog'dagi qirg'iz, qozoqlardan to'plagan lashkarini 20 mingga yetkazibdi. Lashkariy ta'minotni Oqsuvga hujum qilish uchun saqlayotganmish. Ammo qo'shinlari bulang-talang qilavergachga fuqarolarning dushmaniga aylanibdi. Biz oldingi safda qon kechib jang qilyapsak, Valixonning odamlari orqamizdan bulangchilik qilg'il turibdi. Bilishimiz kerakki, ilgari dushmanimiz Afardun Wang va uning g'olchilari edi. Endi Valixonmo diqqatimizni qo'zg'ayotdi. Bu ahvoldan sizlarni voqiflantirmoqchiman. Ikkinchi ish, endi to'plashib jang qilish usulimizni o'zgartayli. Qo'shin 3 ga bo'linsin. Kichik Pansat qo'shinlarni boshlab Manjo chiriklarining o'tar yo'lini to'ssin. Hasan Pansat cho'l tomon otlanib, orqa tarafdan iskanjiga olsin. Zapas qism bo'lsa buyruq kutsin. Biri Kultirim, yana biri Ko'krabot tarafdan qistab, dushmanga qorshab hujum qilayli. Zapas qo'shindan bir bo'lak odam ajirtib, Qaraqum, Tag'archi tarafga avatayli. Shu orqali Manjo chiriklarga zarba berib,
ularni bir qadam ilgirligisiz qilib o'tayli. To'xti Manjuning gapi texi oxirlashmagan edi. Kichik Axun loqma silib aytdi. Odamlarimiz ko'p talofatga uchradi. Chora amal tepib to'liqlashga to'g'ri keladi. Sutlik mazar, Ajritqu, Sugatlik, Jahonbog' qatorliq joylarda dehqonlar o'zlari tashkillanib, amaldorlarni urib, o'ltirib, qo'zg'olonni boshlab o'tibdi. Biz tezdan odam avatib, ularni qurollantirib, qismga qo'shishimiz zarur. Shundoq qilganda dushmanlarning sepildan bosh chiqarishi mumkin emas. Shundoq, dedi To'xti Manju, kichik Axunning so'zini quvvatlab. Xalq o'z dushmanlarini tonib yetadi. Hamma joyda bizning qo'shinlarimiz bor. Hatto Yakan shahrining ichidami? To'xti birdilla to'xtab qoldi. Yakanni tilga ilishi hamon esiga Rayhon, Savirlar kelgan edi. Ko'z oldida Rayhon paydo bo'lib, "To'xtika!" deb yugurib kelayotgandek, jang maydonida yuzlariga qo'ngan chang to'zonlarni mang'iziga yaqqanda oqqan issiq yoshlari bilan yuyayotgandek, tashnalikdan qurib ketgan lavlariga o'tdek lavlarini juplab, hayotlik suyi bilan namdayotgandek go'zal ko'rinishlar lip qilib o'tdi. Rayhonning ayrildigan chog'da oshkorlashga jur'at qilolmay, faqat ko'z yoshlari bilanla ifodalagan yurak sirlarini aslaganida, yurak bag'ri hijron o'tida kabobdek puchlandi. To'xti Rayhonning kech-kunduz visol izlab, qanchalik azob chekayotganligini tushunatdi. O'zi yuqori tabiqadan bo'lsa-mu, zolimlarga o'chligini, fuqaro parvarligini bilatdi. Uning vijdonini o'zininkidan hargiz kam ko'rmaydi. Shu vajidan Yakan shahri qo'ynidimi Afrdun Van hokimiyatiga qarshi kuchlarni tashkillayotganligiga ishonib, Yakan shahrining ichidami bizning qo'shinlarimiz bor demoqchi edi. To'xti hargiz xato faraz qilmagan edi. Rayhon To'xtini uzitib qo'ygandan keyin har kuni degudek Zaynabxon onaninkiga kelib turdi. Savur, Zaynabxon ona Abdurahmonlarni ko'rsa, xuddi To'xtini ko'rgandek bo'lib, ko'ngli oz to'la tasalli topatdi. Yaxshi ko'rgan odamining bosgan izlarimi gul ko'ringandek Zaynabxon onaning kichikkina hovlisi o'zining hashamatlik qasridan ming hassa ortiq bilinatdi. Chunki bu yerda oshiqining bosgan izlari bor edi. To'xti mushundoq shirin ham hasratlik aslimlar qaynimida uzayotganda Hasan Turk qo'shimcha qildi. Biz dastlabda Afrdun Van va uning qo'l ostidagi yerlik amaldorlarni dushmanlarimiz deb tunib, faqat shularni yo'qotib, o'rniga adolatparvar kishilarni dastish niyatida qo'zg'algan edik. Endi bildikki, Afrdun Van va uning tarafdorlari Qing hukumatining g'oltisi bo'lib, Qing hukumati xalqning ra'yini qo'lga keltirish uchun o'zi chetda turib, yerlik amaldorlarni amal mansab bilan go'llab, shularning qo'li bilan bizni azgil turibdi. Biz buni bilmay, Uyg'ur beglaridan ko'ra Manjularning huquq tutqini yaxshi edi deb yuribdimiz. Navbatdagi jangda Afrdunga o'q atsak, ular ayyolab chiqyotidi. Bu sening putunga sanjilgan tikan, mening ko'zimga kirgan bilan o'xshash deganlik-ku. Men ilgirmo aytgan edim. Valixon To'rimo Manjular bilan o'xshash, balki uningdanmo qabih holdagi uchiga chiqqan zolim. Biz bu dushmanlar bilan kurash qilib yo'qotmasak, ular bizni yo'qotadi. Manjular Afrdundan foydalangandek, Valixon To'ra bizdan foydalanmoqchi bo'lyotidi. Lekin hozir uningga qarshi jang qiladigan chog' bo'lmasmi, yomon niyatlarga hushyor turishimiz kerak. Biz yuqorqi plan bo'yicha bo'linib yo'lga chiqib, yizo kentlarni egilishimiz, o'zimizga turg'udek joy, chekingudek yo'l tayyorlab qo'yishimiz kerak. Biroq o'z halakchiligimiz bilan bo'lib ketib, bizni qo'llagan fuqarolardan dushmanning o'ch ilishiga imkon bersak hargiz bo'lmaydi. Qolgan ishlarni To'xtining muvofiq o'rinlashtirishiga ishonaman. Maslahat shundoq bo'lsin, dedi To'xti. Hozir odamlaringlarni pam bilan uyg'otib, shapsiz yo'lga chiqinglar. Kichik Axun Pansat qo'shinni boshlab Ko'krabot taraf bilan mangsun. Hasan Pansat Kultirim bilan mangsun. Ikki qismning uchrashadigan nishoni tog'archi bo'ladi. To'xti
plan bo'yicha har qaysi qismlarni bir-birlab o'rinlashtirdi. Qo'shin ichida fidoi bo'lib chiqqan xotin-qizlarmi birər yüzdən aşatdi. Ular yardırlarni parvash qilish, o'rinlashtirish, arqisab ta'minot ishlari mulozimatiga qoldirildi. Dushman tarafga kelsak, bugungi mag'lubiyatidan andishiga tushgan Afrdun Van xabar ambalga ma'lum qilishga odam avatdi. Arqadan mapiga o'ltirib, kechilib o'zi bordi. Bu chaqda xabar ambal maslahatchi amaldorlari bilan suhbat ustida edi. Afrdun ishikdan kiribla. Xabar ambal janoblari deginicha tashabbuskorlik bilan oldiga berib ko'rishdi. Ondan uning taklifi bilan yenidan o'rin elib gapini davom qildi. Janoblari, biz jangda shuncha tirishchanlik ko'rsatibmi, orqa-orqadan talofatga uchrab, yeza kentlarni qo'ldan berib qo'ydik. Yeza qo'ldan ketsa, sizlarga topshirdigan oziq-tulik, o'tin saman, pul molga ta'sir etadi. Hozir hammamiz bir-birimizni emas, o'z manfaatimizni qo'g'dayotimiz desakmi bo'ladi. Yakanning vaziyati qil ustida turyotidi. Qashqar bilan Yingsar Valixon to'rining ilikiga o'tib ketdi. Uchturpan, Oqsu, Kucha, Qor shaharlarining yo'llari to'silib qolg'achqa bizga topshirdigan o'lpanni yetkazib berolmadi. Xotandan keldiganlarmi o'talmatdimish. Mushunda xavf xirs qilayotganda tadbir qo'llanmasak bo'lmas. Shunga izlab keldim. Bizmo ashu maslahat ustida edik, dedi xabar ambal. To'la cho'tkalab go'shlari qochqanlikdan qeri eshakninkidek bo'lib ketgan hingon tishlarini ko'rsatib, yolg'ondan kulib. Siz noiti vaqtida keldingiz. Biz so'g'uq qonliq bilan maslahatlashaylik. Ambalning bayqi kulkisi birdilla g'oyib bo'lib talati so'rinlashdi. Dorda kalpuklari tömür rangga kirdi. Panoq burnining to'shiklari kengaydi. Yapma qapoqlari ko'tarilib, gazir ko'zlarining paxtisi gavdalandi. Qilich siman qoshlari, soqol didori yo'q engaklari g'alita tus oldi. Alvasti siyoqidagi bu odam jiddiy talaffuzda Afrdundan so'rdi. Nim demoqchisiz? Meningcha, sizning qismlaringizdan 2 guruh lashkar Kon shaharni qo'g'dab, pasibonlik qilsa demoqchiman. Chunki qorallaringlar bizning yerlik qismninkidan xil ham to'liq. Har qancha kuchuk dushman hujum qilib kelsa, zarba bera oladi. Deginingizdek bo'lsin. Bir qism lashkarlar shaharning sirtiga o'rinlashsin. Yana bir qism chiriklar 2 ga bo'linib, bir turkumi Begil yo'lini, yana bir turkumi Tog'art yo'lini to'ssin. Mishar ko'riki va jon boqqimi ma'lum sonda chirik o'rinlashtirilsin. Bular kech-kunduz hushyor turib, Yeng shahar bilan Kon shaharining pasibonligini qilsin. Yakan tavasidagi kentlarning ko'p qismi To'xti Manju boshchiligidagi qo'zg'olonchilar qo'liga o'tgan bo'lsa-mu, 2 shahar yanila dushman ilikida edi. Yana kelib, shahar atrofi Manju qismlarining muosirisida bo'lib, mudofaasi mustahkam edi. Shunga qo'zg'olonchilar ko'p qatim hujum qilib ko'rgan bo'lsa-mu, mudofaa istehkomlarini bo'salmadi. Natijasiz urinish bilan necha kun o'tib ketdi. Qo'zg'olonchilarda zambarak, tayfu bo'lmag'achqa shahar sepiliga hujum qilish texmi mumkin emas edi. Oxir To'xti Manju chora tadbir ustida bosh qotirishga kirishdi. 16-bob tugidi.